Assalomu alaykum aziz obunachilar. Lowell 904 traktorimiz to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Traktorimiz 4 porshulli turbinali, 90 tot kuchine ega, 4 balon ham tortadigan traktor. Traktorimizning apparati oddiy, injektor emas. Korobkasi mexanika. Oldi передоки reduktorli 3 shesternali o'lmas передок. Zadniy mosi ichki bortovoy. Traktorimizni o'zida diskasini boltqa ikkiladan razmerlarini o'zgartirsa bo'ladi. To есть hozirgi 76 qator oralig'ini bemalol tushirsa bo'ladi traktorimizni. Arka balonlarini har birida 82 kilodan oldinda 44 kilodan 8 ta tosh bor. Traktorimizni og'irligi 5 tonna 100 kilogramm. Arka naveskalari tashqi silindrlar bilan jihozlangan. Silindrlar yuqori ham past ham majburan bosadi. Traktorimizda agregat taqish uchun gidrobak отдельный. Traktorimizda balonlarga dam berish uchun kompressori bor, mana bunday kompressor bachoki. Traktorimizning arka balonlari 16.9 34, oldi baloni 12.4 24. Salon qismına keladigan bo'lsak, salon qismida traktorchi uchun kerak bo'lgan hamma udobstvo bor. Konditsioner, magnitofon, lyuk, jaluzi, rollari gidrolika. Traktorchi uchun kerak bo'lgan hamma richak, knopkalar udobniy joylashgan. Traktorimizni bugungi kundagi narxi 358 million so'm. Agar 100% to'lov asosida olaman desangiz, chiroyli qilib skidkalarni qilib beramiz. Yo'q, leasing qilib olamiz desangiz, bemalol boshlang'ich to'lovini to'lab leasing qilib olsangiz ham bo'ladi. Tushunmagan savollar bo'lsa, ekran tagida nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Ushbu nomerlarga qo'ng'iroq qilib savollaringizga javob olishlaringiz mumkin.